Menga qanday original reyturlaringiz bor deganlarga Nordic italyanskiy reyturimiz bor va Polshani R02 reyturlaridan bor. Farsunkalarga qaraydigan bo'lsak, Polshani 02 farsunkasi bor. Yaxshi, zo'r, sifati zo'r so'raganlar uchun R03 одиночка скоростной farsunkalarimiz bor. 031 скоростной bu ham ozgina pullarda farqlari bor. Kuchliroq so'raganlar uchun, original tozalardan so'raganlar uchun Polsha deganda ot kuchi sal pastroq. Bu ham Polshaniki, 4 talga ham bor, 3 talga ham bor. Bu ham Polshaniki bo'ladi, original. Ulardan ozgina puli arzonroq chiqadi. Endi yanada qimmat nimalaringiz bor deganlar uchun bular. Yanada arzonroq so'rovchilar uchun farsunkalarimiz Xitoyniki. Bu ham ishlaveradi. Bu ham o'sha rolni bajaraveradi. Faqat bu arzonroq. Ular qimmatni so'raydi, ular arzonni so'raydi. Shlankalarimiz suv yo'liga va gaz yo'liga va farsunka yo'llanadigan shlankachalardan hammasi Polsha, Italiya bo'ladi, originali. Arzonroq shlankalar ham bor. Ulardan sal hid qo'yadi. Propanda, metanda farq qilmaydi. Ular sal arzonroq chiqadi. Miyamizga keladigan bo'lsak, Polshaning miyasi bo'ladi. Gofas 200. Mana LED yozib qo'yibdi, kulchatir dumaloq. LED yozilganda kulchatir dumaloq bo'ladi. Bu 4-5 dollar arzon chiqadi. Bu ham Gofas 200, bir xil, hamma joyda bir xil kulchatirda farq bor. Bu 4 kulchatirlisi. Miya blogimiz yanada zo'ri kerak deganlar uchun Kunex Plus Styliki bu ham original Polshaniki. Bunda OBD simi bor, ikkita lishni sim bor, mashinangizga ulanadigan. Kolleksiyalar ko'rsatib beradi. U kompyuterchilar yanada mazza mashinangizni ligirovka qilish uchun. Orqa qismiga, zapravashni qismiga terma trubkalar originali, buni Xitoyga ham bor. Bu yaxshisi original qo'yiladi. Balonlarimiz Belarusyaniki bo'ladi, qalinroq, salgina og'irroq va og'ir bo'lgandan keyin bahodirroq. Xitoyniki ham bor, puli arzonroq chiqadi, bu. Oddiy zapravashimizda ham original Xitoyi bor, original qo'yiladi. Xitoy so'raganga Xitoy qo'yiladi, original so'raganga original qo'yiladi. Filtr so'raganlarga ham original kattaroq filtrlarimiz bor, Styliki, lekin bu podilkasi 50-60 ming so'm turadi. Bu original varianti. O'shani 100 ming oshiqroq turadi. Qo'ydiraman sizlarga, hisobga qo'yib beramiz. Bu kichkina filtrlarimizdan ichki ko'rinishlarini qo'yamiz, o'zingiz tanlab qo'ydirasiz. 20 ming, 30 ming, 40 minggacha.